Assalomu alaykum qarindoshlarimiz. Hammalarning mush vaqtingiz xayrli olsun. Ama yaqinqi kunlardan beri mush toplarda Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston Qur'onda shu va shu yo'q, hadisda shu va shu yo'q deydigan talash-tortishlar ko'payib qoldi. Hammamizga ma'lumlik, biz insoniyat duch kelib boqmagan nihoyat og'ir bir falokatga duch keldik. Ma millat, ya'ni Uyg'ur degan bir millat ya Sharqiy Turkiston xalqi umumiy yuzlik degidik. Millat sifatida bir irqiy qirg'inchilikqa duch kelyapmiz. Xalqimiz nihoyat og'ir zulmga uchrayotdi. Nihoyat og'ir haqoratlarga uchrayotdi va chet elda yashayotgan qarindoshlarimizning hammamizda bir xil ajoyib ruhiy tushkunlik, ajoyib ish qilish bor. Mushu holatda ekan, mushundoq tiki yo'q, hech nimaga foydasi yo'q. Talash-tortishlarni o'ttirib tashlashlarning, ya'ni nima ahamiyati bor va buni xili vijdonliq, xili iymonliq degan qarindoshlar ham top-toplarga tashlab yo'tkab yuruglik. Buni hisoblab baqdinglarmi? Buning xalqqa ziyondan boshqa nimasi bor? Xalqni dindan, millatdan, da'vodan so'yitib o'tishdan boshqa, ya'ni nima foydasi bor? Bo'libmi hozirgidek shundoq muhim nihoyatda millatning g'amini yeydigan hech bo'lmasa chet eldagi qarindoshlarimizning o'zimizning qanday qilib inoq ittifoq holatda ma millatni kelgusi avlodlarni saqlab qoladigan bir muhim g'amlarimiz bor ekan. Nada tiki yo'q ishlarni so'zlab yurgan insonlarning so'zini qimmatli bilib, taraf-tarafga tashlab yursak, bu qandoq bir vijdon, qandoq bir aql. Shu anda mushu arzimas, mushu tiki yo'q ishlar bizga zarurmi? Biz mushunga boshqa turishqa va mushunga alohida ko'ngil bo'lib buni bir tahlil qilishga ehtiyojimiz bormi? Buni nimishga o'ylab boq. Endi Uyg'uriston, Sharqiy Turkiston masalasiga kelganda, bu da'vo biz cho'ng bo'lsak Sharqiy Turkiston deb davom qilyapti ekan va ikki jumhuriyat ham shu nomda qurilib ekan. Bu toplarda nurg'un qarindoshlarimiz dedi. Biz shu davlatni qurgandan keyin uning ismini nima deydiganligini xalq qarab bersin degan bo'ldi. Buningdan asl javob yo'q. Buni yana talash-tortish qilishning nima ahamiyati? Nurg'un tashkilotlar, Dunyo Uyg'ur qurultiyidan tortib surgundagi hukumat bo'lsin, Turkiyadagi darniklar bo'lsin, hammasi Sharqiy Turkiston nomida elib beryapti. Buning uchun ularni undoq dushman ko'ramiz, aqlimiz demay, Uyg'uriston deydiganlar sizlarni undoq bo'lsa darnik quringlar, tashkilot quringlar, qurultay quringlar, davoni sizlar ayon tarafdan elib beringlar. Bo'lmasa g'it qisib, mush da'vo elib berayotganlarni qo'llab turinglar, shular bir boshqa elib chiqsin bu da'voni. Inshaalloh davlatimiz qurilgandan keyin ovozingizni chiqaringlar. Shu vaqtda sizlarning deganlar bo'yicha davlatning ishini shunday qiladi. Bo'lmasa bakadan bu topda arzimasliqi biz buningda o'tirib shuvar to'lab, o'zinglar bu inqilobning ichida yo'q, bu da'voning ichida yo'q. Og'zingda yo'g'an gap bor. Bunda pishniq va ya'ni bir-biriga izdiyak tushiradigan so'zlarni qilmanglar qarindoshlar. Endi bu diniy masalani biz ilmiy tarafdan tahlil qilib baqsaq, ma'lum bir masala ustida tadqiqot olib bormoqchi. Buningga 1000 mutaxassis qatnashdi. 1000 inson ya'ni o'zini hayotini shu haqda ilm o'rganishga, shu haqda tahlil qilishga atagan va bilim ahli bo'lgan va mutaxassis bo'lgan inson shuningga qatnashgan bo'lsa, buning ichida 999 o'xshash qarorga kelgan bo'lsa, birisi o'xshamagan qarshi bir qarorga kelgan bo'lsa, har qanday aql, har qanday vijdon, har qanday axloq 999 ning haq ekanligini qabul qilishga ishtirdi. Birisininki e'tiborga ilinmaydi. Bizning dinimiz shu. 1400 yildan beri millionlarcha ulamo bu dinni tadqiq qilib, bu dinni o'rganib, xalqqa bu shaklda haq deb yetkazib kelgan. Shuni biratorim insonning chiqib, bu xatoda, bu uydirilganda deyishning o'zi ochiq bu dinga qilingan bir tuhmat bo'lmay nimanda. Takrorlayman, kunimizda ham minglarcha, millionlarcha olim va ulamo bor. Shularni tadqiq qilgan, shular to'g'ri deylik. Birlari chiqib, bu xato desa-yu, ya'ni shu birsininkini qabul qilib, shu to'g'ri so'zlar aytadi deyishning o'zi qaysi aql endi buni biz bilmay qoldik. Hammamizga ma'lumlik, payg'ambar alayhisalom davrida Makka Madinani cho'rdigan asosli bir kichik islom davlati qurilgan. Uningdan keyin 4 xalifa davri, Amaviylar davri va Abbosiylar davrlarida dunyodagi eng kuchli ikki cho'ng imperator bo'lgan Paris imperatorligini va Roman imperatorligini bitchit qilib islom xalifaliklari qurildi. Mushularning hammasi mushu xalifalar
payg'ambar alayhissalomning tutgan yo'lini tutib kelganligi uchun, haq yo'lda bo'lganligi uchun g'alabaga erishdi. Alloh taolo nusrat ato qildi. Uningdan keyingi Osmon imperatorlarimi toki 1923-yilgacha dunyoda xili kuchli bir imperator edi. Musulmonlar dahi g'arbning qo'liga xap qolgani ish kesi 200 yil bo'ldi. Uning oldida meydisini ko'tarib yurgan kuchli bir imperator qurgan bir millat edi. Agar ashular dindan chiqib ketgan bo'lsa, Qur'ondan chiqib ketgan bo'lsa, bu imperatorlikni qurolmaydi. Payg'ambar alayhissalom tutib kelgan shu yo'lni tutib manganligi uchun ta buningdan 200 yil ilgarigacha dunyoda kuchli imperator sohibi bo'lib kelgan. Endi yaqinqi 200 yoki 100 yil mobaynida ma'lum sabablar tufayli g'arb kuchaydi, musulmonlar biroz orqada qoldi. Mushuni misol qilib turib, mushuni bano qilib turib, bu dinning ishidan chiqolmayotgan deydigan tuhmatlar bu millatga, bu ummatga yarashmaydi. Kim da'vo qildi biz ma dinning ishidan chiqolmayotimiz deb. Şu anda hem musulmonlar dinning ichida rahat ketyapti. Dinning ishidan chiqolmagan masalalarga, problemlarga, talash-tortish ziddiyatlarga qilib qolgani yo'q. Dunyoda musulmonlar ikki cho'ng mazhabda. Birisi sun'iy musulmonlar, ya'ni 85%dan 90%gacha. Yana birisi Shia musulmonlar. Bular 10%dan 15%gacha. Bizning Shia bilan ishimiz yo'q. Biz sun'iy musulmonlar. Sun'iy musulmonlar 4 cho'ng mazhab bor. Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbali deb. Bu 4 mazhabdan az farq bor. Asosan degidek bir-birini tutuqliq, bir-biri bilan hech qanday ziddiyat yo'q. Ba'zilar nomus qilmay deydiki, Şafi'ninkini Hanefi inkor qiladi, Hanefininkini Maliki inkor qiladi deydigan. Unda gap yo'q. O'xshamagan ko'z qarash va qisman az nimada. Bo'lmasa, bular ittifoq, inoq ko'ryapmiz, biz chet elda yashayapmiz. Shular bilan bir masjidda namoz o'qiyapmiz. Hajga bordik, shu bilan birlikda ibodat qilyapmiz. Agar undaq inoqlik, ittifoqlik bo'lmasa, undaq birlik bo'lmasa, butun dunyo musulmonlari hajga berib, ashada butun ibodatlarni o'xshash shaklda qilib kelmaydi. Bir qism insonlar nomus qilmasdan shu dinni xunuklashtirish uchun "Ana inkor qiladi, mana inkor qiladi" deb, yo'q yerdan shu pishniqva taqtib, xuddi ziddiyat bordagidek, xuddi biz bir chet elda yashab boqmagandagidek, biz ko'rmagandagidek pishniqvalarni taqtirdik. Bu yolg'iz pishniqvalar emas, bu bir din dushmanligi ma bu ochiq. Bu sun'iy musulmonlar yoki ahli sunnat va jamoat degan bu jamoat va yoki bu musulmonlar payg'ambar alayhissalomning sunnatiga ergashganlik uchun sun'iy musulmonlar deyilgan. Payg'ambar alayhissalomning sunnati nima? Payg'ambar alayhissalomga Qur'on tushirilgan. Shu Qur'onga qanday amal qilish, qanday ish ilib berish, qaysi oyatlarni qaysi shaklda ijro qilishlarini payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida ko'rsatgan. U Qur'on biroqli tushiblam xalq taqatgan emas, 23 yil jarayonida payg'ambar alayhissalomga paydin-pay har xil sharoit, har xil vaziyatlarga qarata tushirilganligi uchun buning hammasini amal qilish praktikasini, ya'ni amaliyatini payg'ambar alayhissalom beshidan kechirgan. Mana mushuni tutib mengishni ahli sunnat va jamoat deydi. Shu sun'iy musulmonlar Qur'onni bir yana tashlab qo'ygani yo'q. Davomliq masjidlarda anglab baqsaq bo'ladi. Birinchi Qur'ondan oyat keltiriladi, ondan hadislardan keltirilib, tabliğ qilinadi. Buning uchun Qur'onga chaqiryapmiz deydiganlar bor. Voy, bu kimni chaqiryapsa? Qur'onga ergashayotgan, Qur'onning haqiqiy ijro qilinishiga amal qilayotgan insonlarni Qur'onga chaqiryapmiz deb turib, bu bo'lgunchilikni selish sening bu qaysi mantiqingga uyg'un keladi yani. Agar sen Qur'onga chaqiradigan bo'lsang, dunyoda taxminan 6 milliard inson va Qur'onni qabul qilmayotgan, e'tirof qilmayotgan. Shularni chaqir, bir. Ikkinchidan, Qur'onga chaqirgan inson Qur'ondan tabliğ qiladi yoki Qur'ondan oyat yetkazadi. Bir tal oyatni yetkazib qo'yib, oqidan bu dinni, bu musulmonlarni ayblab, ma yolg'on deb dinga tuhmat qilib, musulmonlarning orasida, bo'libmi bizning Uyg'ur xalqining orasida ikki qutb paydo qilib, ittifoqsizlik, bir-biriga dushman insonlarni yetishtirish orqali sen bu millatga xizmat qilyapsan yo bu millatga dushmanlik qilyapsan. Shu narsa aniqki, hech qanday ahli ilmi va yoki bizga o'xshash az to'la dinni o'rganib boqqan insonlar bularning Qur'onga chaqirayotganligiga ishonmaymiz. Bir oyatni misolga olib qo'yib, bu dinni yolg'onlayotgan, uydirilgan din deb turib,
bu dindan xalqni so'yitayotganligini ishonamiz. Agar bir insonning haqiqiy maqsadi Qur'onni yetkazish bo'lsa, Qur'ondan tabliğ qiladi, boshqa ish bilan chatiga bo'lmaydi. Demak, nishon ma dinga dushmanlik qilish, ma millatning o'ttirisiga ixtilof tug'dirish, millatni ikkiga bo'lash bo'lganligi uchun bir oyatni keltirib qo'yib, davomli o'sha dinninki mayramandaq deb ayblab, xalqni ya'ni ikki qutbga bo'layotganligi hammamizga ma'lumliq. Ahli sunnat ilm ahlilari təbliğida veya tefsirlərdə veya ki hər qandaq bir sözüdə heç qaçan başqalarının tilgə almaqlıq. Özünün təbliğini yetkizib Qur'anda mandaq deyilgan, hadis mavu deb dinini yetkiziklik başqalarını nişan qılmaqlıq. Amma mavu bir qism bir bölək insanlar davamlıq şu 999% dərəcədəki musulmonlarning etiqadini nişan qıylıqlıq. Bularni nuqson tepib, ayib tepib xalqning kallasini, ya'ni e'tiqodini va yoki ishonchini davolatuqliq. Eng muhim bo'lgani bizdek shu anda nihoyat og'ir vazifasi bo'lgan bir millatning vaqtini ilig'liq. Har xil tarafga hamda xulosalaganda qarindoshlarimiz chet elda yashayotgan Uyg'ur xalqining, Sharqiy Turkiston xalqining oldida nihoyat cho'ng vazifa bor. Biz bir vatan da'vosi qilamiz, ya'ni bir zulmga qarshi şu zulümün ahırlaşışına karşı köreş kılışımız gerek. Andın chet elde yaşavatkan xalqimizning milliy kimligi, diniy kimligi, axloqiy kimligi, an'analarini saqlab qilishimiz gerek. Mushularning hammasida birinchi o'rinda turgan narsa ittifoqlik. Agar ittifoqlik bo'lmasa, o'ttirda nurg'un firqalarga bo'linib ketsak, Amerikadagi cho'ng davlatlar bizga hatto qurol bergan taqdirda ham bir-birimizga etishib qilishimiz mumkin. Bunun için ittifaqlıqni saqlashimiz gerek. İttifaqlıqni saqlash hammamizning ana qo'l bo'lgan. Qo'lga ya'ni terakka shaqqa emas. İstilgan vaqtda ittifaqlık saqlandi. Bütün dünya etiqadga kelayotgan %99% musulmonlar birlik kelganmish ahli sunnat e'tiqodi tushuntirgan vaqtimizda diniy nuqtada biz birlik kela olamiz, birlikni saqlab qola olamiz va bu dinga eqib kirayotgan har xil bölgünçü ekimlarga qarşı tura olganda ular çavak çanmay. Eningizim ma birlikni saqlab qola olamiz. Mana bu birlik bo'lganda Alloh taolo ham nusrat ato qiladi, ham boshqa bizga yordam qilmoqchi bo'lgan mayli davlatlar bo'lsin, kimlar bo'lsin, bular ishinidir. Buning uchun hammamizda biroz aql, shuur, g'urur bo'lsin. Kim nimani tabliğ qilyotdi, nimani tashviq qilyotdi, ma xalqqa qandoq natija akilyotdi. Onun gepinin mantiqqa uyg'un bo'lishi, onun gepinin yog'limiliq bo'lishi muhim emas. Qandoq natija olib keladi, atogin buni o'ylash kerak. Hozirlam natijasini ko'ryapmiz mana. Har qaysi davlatlarda mushu yangi chiqqan iqimdagilar bilan bizning asldagi an'anaviy islomni tutib kelayotgan qarindoshlar o'tirsa birdasqanda o'tirolmaydi. To'g'rilarda ko'ryapmiz bir-birlarini ayblaqliq. Biz cho'ng bo'lsak undan narsa yo'qdi. Vatanda yo'qdi, chet elga chiqsaqmi yo'qdi. Mush yaqinqi 5-10 yilingizda paydo bo'ldi bu bo'lginchi unsurlar. Endi hozir millatni ikki qutbga bo'lgini turdi. Yana to'xtamay vatildabmış bo'lginchilik tadbiqotini elib beriqlar. Şunu biraz vicdanı var, imanı var, qarindoshlarimiz bulardan so'rash kerak. Ey, sening maqsading nima? Sening orqangda kim bor? Ma millatni sen nega olib bormoqchi? Ati o'gin qaysi ixtilof, qaysi ziddiyatlarga ishtirib ma millatni? Zuvoningni yo'q. Agar o'zing e'tiqod qiladigan, o'zing ishonadigan bir yo'ling bo'lsa davomlashtir. Ma millatning beshini aylantirma deyish kerak. Uning ta'tirisichi, shunday bo'lginchilik targ'ibotlarini to'pdan-to'pqa taqitishning o'zi bir vijdonsizlik, bir imonsizlik va ham bir aqlsizlik yani. Endi oxirida xalqimizga Alloh taolodan iymon, hidoyatdan boshqa aql, farosat va vijdon ato qilsin. Amin. To'g'ri so'zlagan bo'lsak, Alloh taolodan inshaalloh, xato so'zlagan bo'lsak, Alloh taolo gunohlarimizni